Jahon Lespromda faqat yog'och mahsulotlar bilan cheklanib qolmagan. Undan tashqari masalan qurilishga oid finskiy faner, ularning stoykalariga balka desangiz, o'sha balkadan bitkazib qilib beramiz. Hozir bu shalandamizni yuklab berganimiz 122-244 Belarusiyani finskiy faneri bo'ladi. Buni rossiyskiy finskiy fanerdan ajralib turadigan farqi, ya'ni sifati, ustida laminat, ya'ni shpun klonkasi bularda 9 bo'ladi. Rossiyskiynikida 13 bo'ladi. Shani hisobiga buni ishlash darajasi, ya'ni oddiyroq qilib tushuntiraman. Bularni 25 marta, 30 marta ishlatsangiz, rossiyskiylarniki 40 marta, 50 marta ishlatasiz. Ishlash darajasi rossiyskiyniki ko'proq, buniki kamroq. Agar bu ham bo'lmaydi, bizga arzonchirog'i kerak desangiz, Xitoy ham bor. Xitoyning ishlash darajasini garantiya bermaymiz, lekin bulardan ancha kam ishlab beradi. Narxini aytib o'taman. Bu Belarusiyani finskiy faneri 33,5-34 dollardan aylanadi. Persiyadagi ham, naqdga ham shu narx. Rossiyskiynikida varianti juda ham ko'p. 37 dollarligi bor, 39 dollarligi bor, 42 dollarligi bor. Xullas, zavodining nomiga qarab, brendligiga qarab narx-navosi oshadi, tushadi, mana shu ahvol bo'ladi. Xitoyga 27 dollar, 28 dollar, 25 dollarligi ham bor, 30 dollarligi ham bor. Shu sifat bo'lishini xohlasangiz, mana shu narsalarni taklif beramiz. Kimga kerak bo'lib qolsa, pastda nomerlarga murojaat qilavering. Cheklanmagan miqdorda yetkazib qilib beramiz. Xudo xolasa, jonlar sog' bo'lsin. Podpiska tashlab qo'yish esdan chiqmasin.